Qarindoshlar 2017 va 2018 yilda shaharlararo o'tkazilgan futbol musobaqasiga chempionlikni talashish futbol musobaqasiga qadam tashrif qilganlarni qizg'in qarshi olamiz. Sayfxon komanda Adlayd va Sharq Turkiston Avstriya jamiyati jiroq yaqindan kelgan barliq mehmonlarninki bu yerga tashrif qilganligini qizg'in qarshi olamiz. Hozir musobaqamizni Qur'on tilovat bilan boshlaymiz. Qani izzidan qarim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Rahmat. Amdi hazır Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining raisi Muhammad Majidni ishkigiz mehmonlar so'z qilishga taklif qilamiz. Qani prezident efendim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aldı bilen Allah subhanahu wa ta'ala'nınki barlıq Şərq Türkistanlı qarindoshlarimizni shunday bir xosiyatli so'ringa jalb qilganlikqa hamd bilan boshlaymiz. Allah subhanahu wa ta'ala yiroq yaqindan kelgan qarindoshlarimizning farzandlarimizningki qadamlarini muborak qilsin. Sharqiy Turkiston Avstraliya jamiyatining sohibxonligida o'rnaштырылыватқан 10-chi navbatlik Sharqiy Turkiston lo'nqisini talashish futbol musobaqasininki Adelaydda bugun boshlanganligi bir muborak bir ish. Bu so'rinni o'rnaштырылgan Sharqiy Turkiston Avstraliya jamiyati va fidokor jamiyatning hayotlari va a'zolariga mushu so'rinni tamoq bilan ta'minlayotgan Tangirtog onalariga va mush so'ringa başka iqtisodiy jihati va ma'naviy jihati yordam qilayotgan barliq vatandoshlarımizga alayda rahmatimizni bildiramiz. Sidneydan kelgan yurtjo'nglardan Juratkam, Mamtunkam, Sultakamlarninki qadam tashrif qilganligiga rahmatimizni bildirish bilan birga Perthdan, Sidneydan, Melbournedan va boshqa Adelaydning boshqa shaharlarda turishli qarindoshlarimizninki Adelaydda o'zininki suyimli qarindoshlari yana bir qitim uchrashganligiga yana bir qitim tabriklaymiz. Futbol degan narsa bu Uyg'urlarning qiniga singib ketgan bir xil tanharkat faoliyati bo'lib, dunyoda hech qanday bir komanda qurilmagan sharoit ostidami 1895-yillarda Atışınınki İksak komandası olan Dixanlardan teşkil yapan komandası Angliya ve Şvetsiya komandalarını ayrım aldan 0'a karşı 2 ve 0'a karşı 11 neticeyle yenip dünya tarihinde futbol degen narsani Uyg'urlarninki qanday o'ynaydiganligini va bu millatning futbolni qanday suyadiganligini ko'rsatib qo'ygan. Biz qarindoshlar tanharkat orqali bu yerda yig'ilishimiz yanlam o'zimizninki Sharqiy Turkistonninki ro'y bo'lgan ittifoqlik, birlik va mustahkam bo'lgan bir irodamizga akkagan mush yoshlarimizga alohida afrin aytamiz. Bu qarindoshlarimizninki bugungi faoliyatining atki va buning davomlashgan buningki yillardan keyingi davomlashgan faoliyatlarininki texniki berkatlik, ma'nilik va ahamiyatli bo'lish uchun hammamiz Alloh subhanahu va taolodan sig'inib duo qilamiz. Hammanglarga rahmat. Adletlik kuninglar xayrli bo'lsin. Qanday ishlaringlar bo'lsa, jamiyatga va jamiyatning a'zolariga desanglar, biz qo'limizdan kelgancha xizmatinglarda bo'lishga tayyormiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Hazır hamda musobaqa rasmiy boshlandi. Hazır musobaqa tushilgan ikki komanda, ya'ni Adelaide komandasi A va B komandalar. Hazır davlat marshi, ya'ni Avstraliya davlat marshi va Sharq Turkiston davlat marshi bilan so'rinimizni boshlaymiz. Qani marsh qo'yilsin.
Kazakhstan davlat marshi. Australians all their hearts rejoice, for we are young and free. We've got the soil and wealth for toil, our home is girt by sea. Our land abounds in nature's gifts of beauty, rich and rare. History's pages, every stage advances Australia there. In joyful strains, then let us sing at once, Unda olsa keyin futbolchilar maydonga kirsin. Hozir rasmiy musobaqa boshlandi. Ya'ni Adelaide A komanda va B komanda. Hozir yeşil kiyim kiyganlar Adelaide A komandasi. A komandaniki kapitani İlham Matrozi, ko'k kiyim kiyganlar B komanda, uniki kapitani Salahiddin Muhammad. Bu qitimlar bu ikki tarafniki musobaqaga riyosatchilik qilgan va reperlik qilgan kishi Qobil aka, u mo'l kurash tajribasiga ega reper. Yan bayroqchilar o'ng qo'l tarafdagisi O'tkir bo'ladi.